qipqizil. Vau! Dahshat-a. Yo'q. Faqat o'ylagan narsam bo'lmasin. Yo'q. U hali ham uxlayapti. Bu 28-kun. Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan birgalikda men Zertexman va meni YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Nima gap tuzumizlar? Charchamayapsizlarmi bolalar? Qalay endi ishlaringlar? Maktab, o'qish, ha, hozir kanikul bilaman, ammo o'qishlar qanday bo'lyapti? Oramizda repetitorga boradiganlar ham bor. Misol uchun ingliz tili yoki bo'lmasa matematika, ikkalasiga ham bormaydiganlar 100% bilaman. Ular yoki suzishga yoki boksga yoki bilmadim Muay Thai yoki shunga o'xshash qandaydir bir kurslarga borishadi va men sizlarni tabriklayman. Bunday bolalar ajoyib disiplinaga ega. Xullas, juda ham ajoyib harakatchan bo'ladi. To'g'ri, oramizda ikkalasiga ham bormaydiganlar bor, lekin ularni ham yomon deyotganim yo'q. Ular menimcha balkim o'tirib o'zini qo'l telefonlarida yoki kompyuterlarida Minecraft video olishga harakat qilishyapti va mendan ilhom olish uchun meni videolarimni ko'rishyapti. Ularga ham omad tilayman, chunki ular shu YouTube ortidan non topishmoqchi va ular ham juda ham yaxshi yo'lda. Muhimi do'stlar, men sizlarga aytib o'tadigan narsam, vaqtingizni bekorga sarflamang. Xullas, obunachilar, hozir havo juda ham ajoyib, lekin hayotda o'zinglar bilasizlar, hozir O'zbekiston juda ham sovuq, qahraton qish bo'lyapti deyarli. Kuzda hali qish kirib kelmasdan ko'chaga kurtkalarsiz chiqib bo'lmayapti yoki nima? Oramizda kurtkasiz chiqadigan sharpang quloqlar bormi? Ota-onangiz balkim shapka kiyib chiq deyotgandir, ammo siz shapkasiz chiqyapsiz, to'g'rimi? Ha, shalpang quloqlar, unaqa qilmanglar, o'zingizlarga yomon burchilar. Misol uchun mana men 35 yil oldin ko'chaga mana shunday boshimni yuvib turib, такой cho'tki qilib chiqardim-da, sochlarini otib qo'yardim, lekin mana hozir ko'rib turganingizdek tepakal bo'lib qolganman. Ikkita yonimdagina soch bor mana ko'rib turganingizdek. Hozir esa sochlarim yo'q, afsuski. Sizlar ham shapka kiymasdan ko'chaga chiqib menga o'xshab yuraversanglar, mana shunaqa xunuk boboy bo'lib qolasizlar. Bo'ldi obunachilar, shu bilan keyin qarabsizlarki, belinglar og'riydi, oyog'inglar og'riydi. Misol uchun meni oyog'im juda ham og'riydi. Oyog'im og'ridimi, значит, ertaga yomg'ir yoki 100% katta ehtimol bilan qor yog'adi degan obunachilar. Sizlar ham shunaqa bo'lib qolmasligingiz uchun, hozirgidek kelajakda ham kuchli, baquvvat, sog'lom bo'lishingiz uchun uydagilar nima desa shuni qilib yuringlar. Chunki bu narsani uydagilar ko'rgan. Ya'ni shapka kiyib chiqinglar, kurtka kiyib chiqinglar, hattoki kurtkalar og'ir va yoqimsiz bo'lsa ham ular sizlarga juda ham kerakdir. Chunki issiqdan hech narsa bo'lmaydi odam, lekin sovuqdan juda ham yomon bo'lishi mumkin. To'g'ri, sizlar bu yoqdan ko'rishinglar mumkin. O'zing Minecraft video olyapsan, yana bizga aql o'rgatishingni qaratib, lekin bu men sizlarga buni 100% qilinglar deyman. Shunchaki bu meni insoniy tomondan beradigan maslahatim, ya'ni sizlarni o'ylab gapiryapman obunachilar. Agarda meni gaplarim, fikrlarim to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, iltimos kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, havo haqida nima gapiryapsan desanglar, ko'chada havo juda ham ajoyib, juda ham zo'r va aylanib piknik qiladigan havo bo'lyapti. Albatta aytib o'tganimdek, O'zbekistonda emas, Minecraftda shunaqangi zo'r havo bo'lyapti va bu havodan obunachilar bugun biz foydalanishimiz kerak. Falokat nima haqida gapirayotgandim, bu mana esimdan ham chiqib qoldi. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa voqea bo'lgandan keyin birpasda nima deyotganim ham esimdan chiqib qoladi. 1 sekundda nimaga? Chunki men o'sha paytda shapka kiymaganman. Assalomu alaykum janob mer. Assalomu alaykum Zertex, yaxshimisiz? Nima gap? Va alaykum assalom. Nihoyat mana qishlog'imizdagi eng birinchi aqlli, eng yaxshi ritellardan biri menga salom berdi. Ha, narsalaringiz tayyor bo'lgan bo'lsa, undan qo'yib ketishingiz mumkin. Albatta mana Bo'talog'im senga 45 ta kartoshka, 23 ta sabzi, 14 ta smena pshenitsa va 7 ta smenani o'zi. Ya'ni o'sha urug'mi o'zbekchasiga xuddi o'zi. Bilasan-ku endi biz qanaqadir davrda yashaganmiz, SSSR, PSSR, u payt ham ruscha gapirgan, конечно. Shuning uchun obunachilar ozgina gaplarimda ruscha aralashishi mumkin. Mayli bo'lmasa men qo'shnim ritilni chaqiraman-da, keyin esa aylanishga, piknikka chaqiraman. Chunki piknikka bormasak bo'lmaydi. Bugun kuni bo'yi obunachilar bekorchiman. Ko'rganingizdek bitta editim bor, lekin bu editni men qila olmayapman. Buni yaxshisi Odilboy nevaramga aytganim yaxshi, chunki u editlarni qira olib, ham shunaqangi dahshat editlar qilib tashlaydiki, bolalar aytavr borku, ishoninglar, umuman hayron qolasizlar uni editlarini ko'rib. Prям editlarni yorib tashlaydi. Shuning uchun obunachilar undan biroz o'rganishim kerak bo'ladigan narsalar bor. Tak, Retel uydamisan? Retel, alo. Fuqaro. Uyda emas, eshikni ochib kirishga majbur bo'ldim, ammo ha, 100% uyda emas. Uy esa huvillab turibdi. Xo'sh, nima bo'layotgan ekan? U uyda bo'lmasa qani, o'ziga qo'ng'iroq qilaychi. Xo'sh. Alo, eshitaman.
Allo, bu qo'shnim ritel emas-ku, to'g'rimi? Ha, uni telefoni hozirda men ishlatayotganim. Nimaga siz ishlatyapsiz agarda sir bo'lmasa? Zertek, sizmisiz? Ha, shaxsan o'zlari. Iltimos, mana bu qishloqda oxiridagi uyga kela olasizmi? Bizda bitta muammo bor. Qanaqa muammo ekan? To'g'rirog'i buni muammo deb bo'lmaydi-yu, lekin kelsangiz yaxshi bo'lardi. Ishqilib, qo'shnim sog'-omonmi, tinchlikmi? Ha, hammasi tinchlik, prosta kelib ko'ring, bo'ldi, biz shu yerda turibmiz. Ha, yaxshi. Qani bo'lmasa obunachilar bora qolaylikchi, nima muammo bo'layotgan ekan falokat. Endi biror jiddiy muammoga yo'liqqan bo'lmaylikda. Agarda jiddiy muammo bo'ladigan bo'lsa, unda bilmadim, biroz qo'rqyapman. Bu yoshimda menga har xil muammolarga duch kelish mumkin emas. Salom jitellar, nima gap, tuzumsizlar? Qani meni qo'shnim? Ha, muammo shundaki, yaxshimisiz, Zertek, charchamayapsizmi? Ha, yaxshi, agarda unga biror narsa qilgan bo'lsalaring, lekin qaralaring, ikkiga bir ham ancha o'tib ko'raveraman. Yo'q, biz hech narsa qilmadik, shunchaki eshikni ochib ko'ring, o'zingiz bilasiz. Eshikni, xo'sh, mana shunimi? Ha, aynan xuddi o'zi. Xo'p, mayli, ochish kerak bo'lsa ochamiz-da, tushunmadim. Ishqilib, u tirikmi? Ha, uxlab yotibdi. Nima, shuni muammo deyapsanmi? Agar uxlab yotgan bo'lsa, unda nimaga chaqirding? Shunchaki uxlayapti desang bo'ladi-ku, bo'ldi deb tinch qo'yardim. Lekin muammoni eng katta shundaki, u uxlayotganiga 7 kun bo'ldi. Nima? 7 kun? Ishqilib, rostdan ham o'zi tirikmikan? Jetel, Jetel. Meni tinch qo'yinglar, men uxlagim kelyapti. Tushunarli, u uxlayapti, lekin hattoki sizlar nima nima deydi, tez yordam ham chaqirib ko'rmadinglarmi? Axir 7 kun uxlash bu sog'lom odamning ishi emas-ku. Chaqirib ko'rmadik, lekin u bir kun o'sha 7 kun oldin judayam ko'p ishlagan edi shaxtada. U bilan birga men ham edim. Shunaqangi ko'p ishlagandiki, men obedgacha ishlagan bo'lsam, u 1,5 kundan oshiq uxlamasdan ishlab yubordi. Ha, Shu tufayli balkim turgisi kelmasdan turgisi kelmasdan uxlayotgandir-da. turishga harakat qilib ko'rdinglarmi? Ha, bir turasanmi deb ko'rdik, lekin yo'q deb javob beryapti, bo'ldi. Ha, yaxshi. Uni qanday ishlaganini sandig'idan bilsak bo'ladi. Sandig'idan, sandig'ida izumrudlar yig'ibdi. Ha, anchagina izumrud yig'ib qo'yibdi. Menimcha rostdan ham juda ham ko'p ishlagandan charchagan. Mayli, ko'z quloq bo'lib turasizlarmi? Ha, shuning uchun biz har kuni kelib xabar olib ko'z quloq bo'lib turibmiz. Endi 1-2 kun sabr qilaylikcha, balkim haqiqatdan ham juda ham qiynalib uxlayotgandir-da. Ha, qiynalgan bo'lsa, unda uxlayotgan bo'lishi mumkin. Mayli, Jetel, sizlarga omad. Mana shunaqangi har doim do'stingizga ko'z quloq bo'linglar, har doim mana shunaqangi bardam bo'linglar. Mana shunaqa paytda bilinadi. Ha, mayli, sizga ham. Mayli, charchamanglar. Obunachilar, falokat ko'rdinglarmi? 7 kun uxlab yuboribdi, lekin bitta lekini ham bor. Bu yaxshi emas. Chunki men bir kun bilasizlarmi, mana shu uy qurilayotganda tepadagi plitkalarni barchasini qaytadan qurib chiqishda yordam berganman va ya'ni ustalarga yordam berganman, belim biroz baquvvatroq bo'lsin deb. Va men ham bir kun to'xtamasdan ishlaganman. To'g'ri, juda ham charchaganman, lekin 8 soat uyquni o'zida bilasizlarmi, 8 kunlik kuchni yig'ib olganmanki, xullas bitta uxlab tursam otdek bo'lib ketaman. Balkim u hozirgi yoshlar shunaqadir. Hozirgi jitillar balkim shunaqangi bir ishdan keyin mana shunaqangi bir yomon holatga kelib qolar. Yoshlar, ularda shunday bo'lishi mumkin. Ha, mayli, bo'lmasam mana bu editni o'zim tugatishga harakat qilaman. Discorddan Odilboyga qo'ng'iroq qilsamchi? Pappam param param pam pam. Salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Zertexman va hozir men mana bu yerda daraxt chopishga ketyapman. Oxirgi marta adashmasam 21 kun oldinmi, 22 kun oldinmi videoni yoqqandim, lekin video biroz zerikarli bo'lib qolgani uchun uni pauzaga qo'yib qo'ygandim. Hozir esa yoqishga qaror qildim. Sababi bilmadim, balkim qiziq narsa bo'lib qolar, lekin uje kun kech bo'lyapti. Shunchaki video yoqdim. Buni o'chirib yuborishim ham mumkin, chunki videoda qandaydir bir ma'no yo'qolib qolgan. Mayli, hozir mana shu daraxtlarni tezda chopib olaman va keyin esa uyga boraman. Xo'sh. Aytgancha 21 kun oldin qo'shnim Jetel uxlayotganiga 7 kun bo'ldi deb do'stlarim aytishgandi va u hozir qayerda ekani? Uyda bo'lsa bir xabar olib qo'yaychi. 27 kundan beri obunachilik yo'q. 28 kundan beri undan shunda xabar olmagan bo'lyapmanmi? Voy, qanaqa qo'shni bo'ldim, hattoki bir marta ham uyga ko'rgani kirmabman shu kundan beri. Lekin to'g'ri, ishlarim ko'payib ketgandi. Buni ham tushunsa bo'ladi. Va bugun ham tinmay ishladim. Mana bu qishloq ishlari, boshqa balobatlar, kompyuterda biroz ishlarim bor. Kelinglar, buni doskaga aylantirib qo'yishim bilan keyin aylantirishga juda ham erinib ketaman, bilmadim. Balkim men bu qishloqdagi eng erinchoq, eng bir
bilmadim xullas. Xo'sh, qani to'g'ridan-to'g'ri uyga bora qolay. U yoqqa emas, o'zi u yoqqa nega ketyapman? Uje miyaga o'tirib qopti. Xayolimda qo'shnim Ritel ancha yashaydi. Vaholanki u qo'shnim va u uyda emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Faqat o'ylagan narsam bo'lmasin. Yo'q, 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 yo'q. Bu narsani menga hozir umuman keragi yo'q. Qani, qani bo'lmasam voy, bu jitillar bu yerda haliyam turibdi. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Jitillar, bu yerda nima qilib turibsizlar? Xo'sh, qani meni qo'shnim? U haliyam uxlayapti. Bu 28-kun. Nima 28-kun? Sizlar tez yordam haliyam chaqirib ko'rmadinglarmi? Deyarli har kuni chaqiryapmiz. Tez yordamni aytish bo'yicha uni hech qanaqangi больницаga borish kerak emas. U fizik jihatdan ham, aql jihatdan ham, psixologik jihatdan ham soppa-sog'lom. Shunchaki unga uzoq uyqu kerak. U shunchaki uyquni xohlayapti ekan. Bo'lishi mumkin emas. Kirib o'zim turg'izaman. Sizlar bilmadim. Mana shunday anqayib turaveringlar, nimadir qilmasdan. Jitil, tur bo'ldi, tura qol. Kech bo'lib ketdi-yu. Men oynalarni ham sindiryapman. Trevoga. Urush boshlandi. Iltimos, uxlashimga qo'y. Tushunmadim, palakat. Bu jitil nimalar deb aljirayapti? O'lib qolmadingmi ish qilib? Ha? O'lishni ish qilib bunaqa turyo'qmi? Jitillar gapirsanglarchi biror narsani. Lekin bilmadik to'g'risi. Mana shu yerda turibmiz endi kecha kunduz bo'ylab. Ha, palakat. Ha, mayli, bo'lmasam hozir bir ish qilaman. Jitil, sen izumrudlaringni olib qo'yapman. O'rningdan turmasang, bu izumrudlar hozirning o'zidayoq menga o'tadi. Palakat, ko'zlarim yumilib ketyapti. Tushunmadim. Ha, nima? Voy, palakat, bu izumrudlar bilan bog'liq nimadir bu? To'xtanglar, izumrudda bir gap bor. Xo'p, Emerald, Sleepy Emerald. 28 kundan beri mana shu narsaga ahamiyat beryapmiz. Ha, bu narsani internetda o'qigandim. Aynan uxlatuvchi, ya'ni g'alati bir palakat uyqum kelyapti juda ham obunachilarda. Hozir ko'zim yumilib qoladi. Palakat o'zidan qanaqadir radioaktiv to'lqin chiqaradi va bu uxlatadi. Qani, ko'zingni yumgan holda buni olib chiqib tashla. Xo'sh. Nima qilyapsan? Hozir bir daqiqa. Qani. Yo'q. Palakat zo'rg'atdan otib yubordim. Buni umuman keragi yo'q la'nati. Xo'sh, ana endi hammasi o'ziga kelish kerak. Jitil, shu tamsa? Menga nima bo'ldi? Tushuntirib beringlar. Ha, nima qilib uxlab yotuvding shuncha paytdan beri? Aytgancha g'alati bir izumrud dabit qilib oldim va shuning orqasida uxlab qoldim. Sizlar keldingiz, turg'izishga harakat qildingiz, ammo hech qachon qo'limdan kelmadi, hatto gapirish ham. Xo'sh, u izumrudni nima qildinglar? Shunchaki yo'q qildik. Hozir yaxshimisan? Ha, hozir otdayman. Jitil seni ko'rib turganidan bag'oyatda xursandman. Hozir sen menga qaryapsan. Ana endi Jitilga qaryapsan. Mayli, hozir bir daqiqa. Obunachilar, shu yergacha videoni ko'rganingiz uchun addushi rahmat. Video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosish va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki kelgusi videolar bundan ham qiziq bo'lishi mumkin. Voy, quyosh botishini qaranglar, juda ham chiroyliligini. Mana bunday qilsak ko'rinadi. Qaranglar, qippa-qizil. Vau! Dahshat-a. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mayli, obunachilar, ha, mana shu video bunaqangi qiziq bo'ladi deb o'ylamagandim. Agarda sizlar ham mana shunaqangi yuzini topsanglar, darhol uni ko'zinglardan yo'qotinglar, chunki sizlar ham ana o'sha yerning o'zida jitilga kelibdi. Sizlar esa shaxtaning o'zida uxlab qolishinglar mumkin. Shuning uchun har doim ehtiyot va bardam bo'linglar.